Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqorish qovozlari, chorvash qovozlari. Mana bunaqangi toza arashan zotli qo'ylarni plus egizaklarning qovozlari. Akalar, navbatdagi qovozlarimiz arashan zotli qovozlardan ikkovi egizak bitta qo'ydi bolasi, garantiyasi bor akalar, behijolat aloqachi salang hamma yo'g'ini akalar. Men yana bir ma'lumotini beramiz. Bular yosh oilalari 5 oylikdan o'tgan 6 oylar atrofida. Xo'p, yetishchilar behijolat bo'ylari 75 plus minus akalar, xolos aloqa chiqaverasizlar. Mana qo'zlarimiz o'ta go'zal, ikkitasi ham bitta qo'y bolasi akalar, garantiyali. Toza arashandan ko'paytiraman degan akalar, sekin jo'natib qo'yaveramiz akalar, go'zalidan. Bemalol olib zotga ko'paytirgani aloqa chiqaverasizlar akalar. Ikkitasini tikkadimlar, yormadimda variantdan qo'zlarimiz tozasidan. Xo'p, narxi akalar bularni bo'ladigan joyda ikkitasini $400 dan $800 akalar dastlabki xizmati O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraveramiz inshaalloh. Cho'q jonivorlar. Qora. Akalar, qo'zlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyaga qo'ydi haqidagi narxidagi fikrlarini bildirib ketasizlar. Xudo xolasa bu narsa bizga qiziq. Sizlarning fikrlaringizni o'tgan holatda yana bir qo'ylarning videosini yaxshi qo'ylardan sizlarga olishda davom etamiz inshaalloh akalar. Qo'zlarimiz haqiqiy go'zal akalar. Suyagi butun yiriglab ketadigan variantlar akalar. Ma